Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hatto hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir mavzuni ko'tarib chiqamiz. Agar siz yaqinda noxush holatga tushgan bo'lsangiz, masalan, samolyotga chiqa olmagan bo'lsangiz, bank kartangiz bloklangan bo'lsa yoki umuman kutilmagan taqiqlarga duch kelgan bo'lsangiz, demak, bu video aynan siz uchun. Bugun biz yangi ro'yxat deb nomlangan. Ammo aslida butun jamiyatimiz uchun juda jiddiy oqibatlarga ega bo'lgan bir tizim haqida gaplashamiz. Bu sizning har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin, chunki u sizning moliyaviy faoliyatingiz, sayohatlaringiz, hattoki mulkingiz bilan bog'liq barcha imkoniyatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli iltimos, diqqat bilan tinglang va hozirroq kanalimizga obuna bo'ling hamda ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamga yetkazishimiz kerak. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari ijro ishlari tizimi ancha tarqoq va sekinroq ishlagan. Sizda qandaydir qarzdorlik bo'lsa, bu haqda ko'pincha juda kech xabar topardingiz. Misol uchun, ko'pchilik fuqarolar davlat chegarasidan o'tayotganda yoki mulkini sotmoqchi bo'lganida o'zlarida ijro hujjati mavjudligini bilib olishardi. Bu jarayon fuqarolar uchun kutilmagan stress va katta muammolarni keltirib chiqarar edi. Ma'lumotlar bir tizimda jamlanmaganligi sababli bitta organning qarori boshqa organda aks etmasligi, ijrochilarning yuklamasi yuqoriligi tufayli ishlar sust rivojlanishi mumkin edi. Axborot almashinuvi sekin bo'lgani sababli ba'zi ijro ishlari yillar davomida cho'zilishi, ba'zan esa umuman unut bo'lishi ham kuzatilar edi. Shu tufayli fuqarolar o'zlariga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilgani haqida ko'pcha bexabar qolib, to'satdan muammolarga duch kelishardi. Ammo bugungi kunda vaziyat butunlay o'zgardi. Hozirda yagona markazlashgan va doimiy yangilanib turuvchi elektron tizim joriy etilgan. Bu tizim turli davlat organlari, soliq idoralari, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, sudlar, banklar va boshqa ko'plab idoralar ma'lumotlarini o'zida birlashtirgan. Ushbu yangi ro'yxat har bir fuqaro va tadbirkorning moliyaviy majburiyatlari, to'lanmagan qarzlari, jarimalari va sud qarorlari bo'yicha ijro hujjatlarini real vaqt rejimida aks ettiradi. Bu tizimning asosiy maqsadi ijro jarayonlarini tezlashtirish, shaffoflikni oshirish va qarzdorlikni undirish samaradorligini oshirish. Endi har qanday qarzdorlik haqidagi ma'lumot yagona bazaga tushishi bilan bir zumda tegishli cheklovlar qo'llanilishi mumkin. Bu degani, sizga nisbatan qo'zg'atilgan ijro ishi to'g'risida endi shunchaki eshitmagan bo'lish imkoniyati ancha kamaygan. Tizim avtomatlashtirilgani tufayli inson omili sababli kechikishlar deyarli yo'qolib, jarayonlar avtomatik tarzda ishga tushadi. Agar avval sizni MEB majburiy ijro byurosi xodimi qidirib topishi, sizga xat yuborishi, ba'zan esa bir necha bor ogohlantirishi lozim bo'lgan bo'lsa, endi qarzdorlik ma'lumotlari tizimga tushishi bilanoq sizga nisbatan cheklovlar qo'llanilishi mumkin. Bu zamonaviy yondashuv bir tomondan davlat tomonidan tartibni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolardan juda katta mas'uliyat va hushyorlikni talab qiladi. Shuning uchun bu yangi tizimning ishlash prinsiplarini tushunish va uning sizga qanday ta'sir qilishini bilish har birimiz uchun juda muhimdir. Endi bu yangi ro'yxat aslida nima ekanligini, kimlar ayniqsa xavotirga tushish kerakligini va kimlar hozircha xavotir olmasa ham bo'lishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ro'yxat yuqorida aytganimizdek, shaxslar va tashkilotlarga nisbatan qo'zg'atilgan ijro ishlari to'g'risidagi ma'lumotlar yig'ilgan yagona raqamli ma'lumotlar bazasidir. Unda kommunal to'lovlardan tortib soliqlar, jarimalar, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jarimalar, sud qarorlari, aliment undirish, kredit qarzdorliklari, mulk nizolari bo'yicha to'lanmagan davlat bojlari kabi barcha turdagi qarzdorliklar aks etadi. Bu ro'yxat shunchaki ma'lumot yig'ish emas, balki ijro ishlari tizimining yuragi hisoblanadi. Undagi har bir yozuv fuqaroning hayotida jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotirga tushishi kerak? Birinchi navbatda, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzi bor har bir shaxs. Bu gaz, elektr energiyasi, suv, isitish, chiqindi tashish kabi xizmatlar uchun to'lanmagan pullardir. Misol uchun, Toshkentlik bir oila 3 oy davomida gaz uchun 200 million so'm to'lashni unutgan. Avval bunday kichik miqdordagi qarzlar uchun ijro ishi qo'zg'atish uzoqroq jarayon bo'lgan bo'lsa, endi avtomatlashtirilgan tizim orqali qisqa muddat ichida ularning bank hisoblari bloklanishi mumkin. Qarzdorlik avtomatik ravishda MIB tizimiga kelib tushadi va banklarga nisbatan tegishli cheklovlarni qo'llash to'g'risida buyruq yuboriladi. Natijada
Oila o'z kartasidagi pullarni ishlata olmaydi. Garchi bu qarz juda kichik bo'lsa ham. Ikkinchidan, to'lanmagan yo'l harakati jarimalari bo'lgan haydovchilar. Agar sizda bir nechta, hatto unchalik katta bo'lmagan jarimalar to'lanmay turgan bo'lsa, siz ham ushbu ro'yxatga tushishingiz mumkin. Masalan, bir haydovchi 750 ming so'mdan 3 ta jarima to'lamagan. U ta'tilga chiqish uchun aeroportga kelganda chet elga chiqishga taqiq qo'yilgani haqida xabar topadi. Chunki tizimga uning jami 450 ming so'mlik qarzi haqidagi ma'lumot kiritilgan va bu avtomatik ravishda unga nisbatan taqiq qo'yishga asos bo'lgan. Hatto mayda jarimalar ham endi jiddiy oqibatlarga olib keladi. Uchinchidan, aliment to'lovlari bo'yicha qarzga ega bo'lgan ota-onalar. Aliment majburiyatlarini bajarmaslik har doim ham jiddiy muammo bo'lgan. Ammo hozirgi tizimda bu yanada qat'iy nazorat ostida. Agar bir ota esh million so'm aliment qarzi bor bo'lsa, u o'z avtomobilini sotmoqchi bo'lganda hujjatlarni rasmiylashtira olmaydi. Chunki MİBİT tizimida unga nisbatan cheklovlar mavjud. Avtomobilini notarial idorada rasmiylashtirishga urinishi bilan avtomatik ravishda uning qarzi haqidagi ma'lumot paydo bo'ladi va bitim rad etiladi. 4-dan, soliqlar yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qarzga ega bo'lgan kichik biznes egalari. Tadbirkorlik faoliyatida soliq majburiyatlariga jiddiy yondashish har doimgidan ham muhimroq. Masalan, kichik kafe egasining 5 million so'mlik soliq qarzi bor. Bu ma'lumot tizimga tushishi bilan uning biznes litsenziyasi to'xtatib qo'yilishi yoki boshqa faoliyatini cheklovchi choralar qo'llanilishi mumkin. Bu nafaqat uning shaxsiy moliyasiga, balki butun biznesining kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 5-dan, boshqalarning kreditlariga kafil bo'lgan shaxslar. Ko'pincha kafil bo'lish mas'uliyatli ish ekanligini unutamiz. Agar siz do'stingiz uchun 50 million so'mlik kreditga kafil bo'lgan bo'lsangiz va do'stingiz kreditni to'lamasa, siz ham qarzdorlar ro'yxatiga tushasiz. Sizning mol-mulkingizga nisbatan cheklovlar qo'yilishi, hatto sizning bank hisoblaringiz bloklanishi mumkin. Sizning harakatingiz cheklanadi, garchi qarz bevosita sizga tegishli bo'lmasa ham, siz kafil sifatida javobgarsiz. 6-dan, to'lanmagan mulk solig'i yoki yer solig'i bo'lgan mulk egalari. Uy-joy yoki yer uchastkasiga egalik qilgan har bir shaxs har yili tegishli soliq to'lashi shart. Masalan, bir uy egasi 2 yil davomida mulk solig'ini to'lamagan, bu qarz 1 million so'mni tashkil etadi. Bu ma'lumot tizimga tushishi bilanoq ijro organi uning bank hisobini xabarsiz bloklashi yoki hatto mulkiga nisbatan ijro harakatlarini boshlashi mumkin. Kimlar hozircha xavotiri olmasa ham bo'ladi, lekin baribir tekshirib turish tavsiya etiladi. 1-dan, nizolari hali sud jarayonida bo'lgan shaxslar. Agar sudning yakuniy qarori chiqmagan bo'lsa, sizga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilmaydi. Ro'yxatga asosan sudning qonuniy kuchga kirgan qarori yoki ijro hujjatiga asoslangan holatlar kiritiladi. 2-dan, qarzlari to'lov muddatida bo'lgan va hali muddati o'tmagan shaxslar. Agar sizda qandaydir qarz majburiyati bo'lsa-yu, uning muddati hali o'tmagan bo'lsa, siz ro'yxatga tushmaysiz. Masalan, kommunal to'lovlar odatda ma'lum bir muddatgacha, odatda oyning 10-20 kunigacha to'lanishi kerak. Agar siz bu muddatga rioya qilsangiz, muammo bo'lmaydi. 3-dan, umuman hech qanday moliyaviy majburiyatlari, to'lanmagan qarzlari, jarimalari bo'lmagan shaxslar. Bunday fuqarolar albatta bu ro'yxatga tushmaydi. Ammo shunga qaramay, potensial xatoliklar yoki siz bilmagan qarzdorliklar sababli vaqti bilan o'zingizni tekshirib turish zarar qilmaydi. Har bir holatda ham bu ro'yxatning dinamik xususiyatini unutmaslik kerak. Bugun siz ro'yxatda bo'lmasligingiz mumkin. Ammo ertaga biror to'lovni unutib qo'yishingiz yoki kafil bo'lgan shaxsingiz tomonidan qarzdorlik yuzaga kelishi bilan vaziyat tubdan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda hushyor bo'lish va ma'lumotlarni tekshirib turish zamonaviy sharoitda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy qoidasidir. Bu nafaqat sizning shaxsiy moliyangizni, balki oilangizning rejalari va kelajagini ham himoya qilishga yordam beradi. Endi esa ushbu yangi tizimdagi ba'zi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pincha e'tibor berilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi. Birinchi va eng muhim jihatlardan biri bu xato omili. Tizim avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, u baribir insonlar tomonidan yaratilgan va ma'lumotlar insonlar tomonidan kiritiladi. Bu esa xatoliklar ehtimolini keltirib chiqaradi. Noto'g'ri shaxsni aniqlash, takroriy yozuvlar yoki allaqachon to'langan, ammo tizimda tozalanmagan qarzlar kabi holatlar kuzatilishi mumkin.
Misol uchun kimdir yo'l harakati jarimasini onlayn tarzda to'laydi. Lekin tizimdagi nosozlik tufayli to'lov ro'yxatdan o'tmaydi va shaxs ro'yxatda qarzdor sifatida qoladi. Keyinchalik u pasport olishga yoki boshqa davlat xizmatidan foydalanishga borganida kutilmaganda muammoga duch kelishi mumkin. Bunday holatlar kam uchrasa-da ehtimollik har doim mavjud. Ikkinchidan, birgalikdagi javobgarlik. Oila yoki biznesda qarzdorliklarning qanday taqsimlanishi juda muhimdir. Agar siz biron bir tadbirkorlik subyektining ta'sischisi yoki rahbari bo'lsangiz va kompaniyaning qarzi bo'lsa, ba'zi hollarda bu qarzga siz shaxsan ham javobgar bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, agar kompaniya o'z majburiyatlarini bajarmaganligi sababli bankrot deb e'lon qilinsa, qonunchilikda belgilangan hollarda direktorning shaxsiy mol-mulkiga nisbatan ijro ishlari qo'zg'atilishi mumkin. Yoki oilaviy biznesda xotinning birgalikdagi majburiyatlari yuzasidan bittasiga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilsa, bu ikkinchi tomonning huquqlariga ham bilvosita ta'sir qiladi. Uchinchidan, uxlab yotgan qarzlar. Ba'zan siz yillar oldin qandaydir qarzdorlikka ega bo'lgansiz va uni hal qildim deb o'ylaysiz yoki u shunchaki unut bo'lgan. Ammo yangi ma'lumotlarni integratsiya qilish yoki ijro tizimining yangi bosqichi boshlanishi bilan bu eski. Unutilgan qarzlar to'satdan faollashib qolishi mumkin. Masalan, 5 yil oldingi kommunal to'lov bo'yicha kichik qarzni siz uzoq vaqtdan beri hal qilingan deb hisoblagansiz. Ammo tizimni yangilash natijasida u yana paydo bo'ladi va sizga nisbatan ijro ishi qo'zg'atilishi mumkin. Bu ayniqsa eski ma'lumotlar bazalarini bir-biriga bog'lashda yoki eskirgan qonuniy hujjatlarni yangi tizimga kiritishda yuzaga kelishi mumkin. 4-dan, xabarnoma masalalari. Yangi tizim shaffoflik va operativlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zida fuqarolarga yetarli darajada xabar yuborilmasligi mumkin. Tizim sizga xabar bergan deb hisoblaydi. Ammo pochta orqali yuborilgan xatlar eski manzilingizga borishi yoki umuman yetib bormasligi mumkin. Hozirda ko'plab xabarnomalar SMS orqali yoki elektron hukumat portali orqali yuboriladi. Ammo agar sizning aloqa ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, siz o'zingizga nisbatan qo'llanilgan cheklovlar haqida bilmasdan qolishingiz mumkin. Misol uchun, telefon raqamingiz o'zgargan yoki elektron pochta manzilingiz aktiv emas. 5-dan, minimal chegara masalasi. Garchi har qanday qarz sizni ro'yxatga kiritishi mumkin bo'lsa-da, sayohatga taqiq qo'yish yoki mol-mulkni xatlash kabi faol ijro harakatlari uchun ichki minimal chegaralar bo'lishi mumkin. Biroq xavfsizlik nuqtai nazaridan hech qanday chegara yo'q deb hisoblash va har qanday qarzni jiddiy qabul qilish afzaldir. Chunki kichik miqdordagi qarz ham boshqa qarzdorliklar bilan birlashib, umumiy summasi jiddiy cheklovlar qo'llash uchun yetarli bo'lib qolishi mumkin. Qolaversa, tizimda belgilangan cheklov summalari vaqti bilan o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun kichik qarzlar xavfsiz deb o'ylash katta xato bo'lishi mumkin. 6-dan, sayohat cheklovlaridan tashqari oqibatlar. Bu ro'yxatda bo'lish sizning hayotingizning boshqa ko'plab jabhalariga ta'sir qiladi. Masalan, kredit reytingingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kelajakda banklardan kredit olishingizni qiyinlashtiradi. Davlat xizmatlaridan foydalanishda pasport olish, turli ruxsatnomalar, litsenziyalar qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Mulkni sotish, avtomobilni ro'yxatdan o'tkazish kabi muayyan operatsiyalarni amalga oshira olmasligingiz ehtimoli mavjud. Bank hisoblaringizni muzlatish va mol-mulkingizni xatlash kabi choralar eng jiddiy oqibatlardan hisoblanadi. Bu holatlar nafaqat moliyaviy muammolarni, balki shaxsiy erkinligingiz va turmush tarzingizga ham jiddiy cheklovlarni olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu ro'yxat shunchaki formal ro'yxat emas, balki sizning fuqarolik huquqlaringiz va erkinliklaringizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy mexanizmdir. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni himoya qilasiz va bu kabi muammolarning oldini olasiz? Quyida siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq amaliy qadamlarni sanab o'taman. Birinchi navbatda o'zingizning holatingizni qanday tekshirishni bilib oling, bu eng muhim qadamdir. Sizda qarzdorlik yo'qligiga qanchalik ishonchingiz komil bo'lmasin, davriy ravishda tekshirib turish zarur. Onlayn portallar. O'zbekistonda Majburiy ijro byurosi MIBning rasmiy veb-sayti MIB.uz va elektron hukumat portali e-davlat. Uz orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu portallarga kirish uchun 10 oyda tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. 10 oyda orqali shaxsiy kabinetingizga kirganingizdan so'ng ijro ishi holatini tekshirish yoki qarzdorlik holati bo'limiga o'ting.
Bu yerda sizga nisbatan ochilgan ijro ishlari, ularning turi, miqdori va ijrochining aloqa ma'lumotlari ko'rsatiladi. Bu qulay usul bo'lib, siz istalgan joyda va istalgan vaqtda o'zingiz haqingizda ma'lumot olishingiz mumkin. Har bir fuqaroning raqamli savodxonligi oshishi bilan bu kabi onlayn xizmatlardan foydalanish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsan tashrif. Agar onlayn tekshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki ma'lumotlar ishonchli emas deb hisoblasangiz, tegishli davlat idoralariga shaxsan tashrif buyurishingiz mumkin. Bu birinchi navbatda MIBning hududiy bo'limlari, shuningdek, soliq inspeksiyasi yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, gaz, elektr, suv bo'lishi mumkin. Pasportingiz bilan borib, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni so'rang. Ular sizga rasmiy ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Mobil ilovalar. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari uchun mobil ilovalar ishlab chiqilgan. Misol uchun, Davlat soliq qo'mitasining mobil ilovasi orqali soliq qarzdorligini, shuningdek, boshqa ba'zi davlat xizmatlarining mobil ilovalari orqali ham turli qarzdorliklarni tekshirish imkoniyatlari mavjud. Bu ilovalarni smartfoningizga yuklab olib, muntazam foydalanib turish sizga qulaylik yaratadi. Ikkinchidan, agar siz ro'yxatda o'zingizni topib qolsangiz, nima qilish kerak? Birinchidan, qarzdorlik manbasini va miqdorini aniqlang. Qarzdorlik qaysi organdan kelgan, qanday turdagi qarz va uning aniq miqdori qancha ekanligini bilib oling. Bu ma'lumotlarni yuqorida aytilgan portallar yoki MIBI bo'limlaridan olishingiz mumkin. Agar qarz asosli bo'lsa, uni imkon qadar tezroq to'lang. To'lovni amalga oshirganingizdan so'ng to'lov kvitansiyasini saqlab qo'yishni unutmang. Bu hujjat sizning qarzni to'laganingizni tasdiqlovchi yagona dalil bo'ladi. Agar siz qarzdorlik xato deb hisoblasangiz, dalillarni to'plang va birinchi navbatda qarzni keltirib chiqargan organga murojaat qiling. Masalan, agar kommunal qarz bo'lsa, kommunal xizmatga, agar jarima bo'lsa, IIVga. Agar u yerdan qoniqarli javob olmasangiz yoki muammo hal bo'lmasa, MIBga murojaat qiling. Ularga barcha dalillaringizni, to'lov kvitansiyalari, yozishmalar va boshqalar taqdim eting. Har qanday murojaatlaringizni rasmiy tarzda yozma ariza shaklida topshiring va uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilishda juda muhim bo'lishi mumkin. Agar qarzdorlikni to'lash qiyin bo'lsa, kreditordan yoki ijro organidan qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Ba'zi hollarda kelishuv asosida qarzni bo'lib to'lashga ruxsat berilishi mumkin. Bu ayniqsa katta miqdordagi qarzlarga nisbatan qo'llaniladi. Agar vaziyat murakkab yoki bahsli bo'lsa, yuridik yordamchi yoki advokat xizmatidan foydalaning. Mutaxassis sizning huquqlaringizni himoya qilishda va muammoni qonuniy yo'l bilan hal qilishda yordam bera oladi. Ba'zan siz o'zingiz bilmagan qonuniy jihatlar bo'lishi mumkin. Ularni mutaxassis aniqlab berishi mumkin. Uchinchidan, ro'yxatga tushishning oldini olish uchun nima qilish kerak? Bu eng samarali yo'ldir. Kommunal to'lovlarni muntazam ravishda va o'z vaqtida to'lang. Har oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshiring va to'lovlarni amalga oshiring. Buning uchun mobil ilovalardan yoki bankomatlardan foydalanish qulay. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling va jarimalarni tezda to'lang. Jarima haqida xabar olganingiz zahoti uni to'lashga shoshiling. Chunki muddatdan o'tkazib yuborilgan jarimalar sizni tezda ro'yxatga kiritishi mumkin. Soliq majburiyatlaringiz haqida xabardor bo'ling. Agar sizda mulk, yer yoki boshqa soliqqa tortiladigan obyektlar bo'lsa, soliq idorasi bilan aloqada bo'ling va soliqlar bo'yicha har qanday o'zgarishlarni kuzatib boring. Sizga nisbatan ochilishi mumkin bo'lgan har qanday sud ishlari yoki ma'muriy ishlar haqida doimiy ravishda ma'lumotga ega bo'ling. Pochta manzilingizni, telefon raqamingizni va elektron pochta manzilingizni tegishli davlat idoralarida doimiy ravishda yangilab turing. Bu sizga muhim xabarnomalarni o'z vaqtida olish imkonini beradi. Eng muhimi, hatto sizda hech qanday qarz yo'q deb o'ylasangiz ham, yuqorida aytilgan rasmiy portallar orqali o'z holatingizni davriy ravishda tekshirib turing. Har 3-6 oyda bir marta tekshirish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Chunki tizimdagi xatoliklar yoki bilmagan holda yuzaga kelgan majburiyatlar sizning tinchligingizni buzishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bu yangi ro'yxat har birimizning hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Bu shunchaki bir qog'oz yoki fayl emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz, erkinligingiz va hatto kelajagingizga bevosita ta'sir qiluvchi kuchli tizimdir. Kutilmagan cheklovlar, sayohat taqiqlari, bank hisobining bloklanishi,
bularning barchasi bu ro'yxatda bo'lganligingiz sababli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan juda real oqibatlardir. Shuning uchun esda tuting, eng yaxshi himoya bu oldini olish va doimiy hushyorlik. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun ma'lumotlardan boxabar bo'ling va yuqorida aytilgan amaliy tavsiyalarga rioya qiling. Hayotingizni tashvishsiz va erkin yashashingiz uchun moliyaviy mas'uliyatni o'z zimmangizga olishga chaqiraman. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham siz uchun shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.